Telba qalblar. Muallif Cho'li qushi. Imron ham meni bag'riga bosdi. Shu on qo'rquvim ham bir zumda yo'qoldi. Bu ilk bor bir-birimizni quchishimiz. 2 oydan beri hatto bir-birimizni qo'limizni ham ushlamagandik. Bu lahzalardagi hisni hech ham tuymagandim. Imronni mahkam quchoqladim. Umuman qo'yib yubormaslikni xohladim. Bir lahza hammasini unutib, uning qaynoq bag'rida baxt nimaligini his qilayotgan edim. Imron ham xuddi Muxlisadek bu daqiqalar tugamasligini xohlab, Muxlisani qattiq bag'riga bosdi. Ikki qalb bir-birini bir daqiqa quchdimi yo'qmi, ular uchun ko'p vaqtdek tuyulayotgandi. Agar ilhom chayqalib chiqib kelmaganda shunday turaverishar edi. Hali seni ilhom qo'rqitdimi? Imron meni bag'ridan chiqarib, ukasiga jahl bilan qaradi. Indamadim. Biror nima deb aka-ukani orasiga sovuqchilik tushirishni xohlamadim. Ammo men aytmasam ham Imron o'zi sezib bordi-da, ilhomni yoqasidan oldi. Aka, qo'yvor. Seni uka deyishga uyalaman. Qanday hadding sig'di, qanday? Nima, xotining buni xohlamadi deysanmi? O'zi xohlab eshikni ochdi. O'chir ovozingni. Imron Ilhomni yuziga musht tushirdi. Ilhom gandiraklab yerga yiqildi. Aka, men gapirma iflos. Imron jahl bilan ukasini ura boshladi. Tez borib to'xtatmoqchi bo'ldim. Bo'ldi, tinchilaning. Bu hayvonga bu ham kam. Bo'ldi, urmang, bo'ldi. Imron gapimga parvo qilmay, ukasini ayamay urardi va oxiri birdan to'xtab joyidan turdi. Bor ichkariga kir. Imron hali ham jahlda menga shunday dedi. So'zsiz indamadim-da ichkariga kirdim. Biroz turib, ortimdan Imron kirdi. U it endi seni qo'rqita olmaydi. Nima qildingiz? Uyiga olib ketishdi. Olib ketgani odam chaqirdim. Hali suyukli onajonim ham boshimga kelishi aniq. Iflos o'g'lisini ahvolini ko'rib. Nega? Jim, hozirmas Muxlisa. Imron shunday dedi-da, dushga kirdi. Men undan nega onangizni yomon ko'rasiz deb so'ramoqchi edim. Ammo javob berishni xohlamadi. Mayli. O'zi aytishini kutishdan boshqa choram ham yo'q. Hozir Xolid bilan kechki ovqatga borishim kerak. Ammo men hali ham xonamdan chiqmasdan oyoqlarimni quchgancha ko'z yoshlarim hamrohligida o'tiribman. Jasoratli Miyascha bugun o'sha jasoratini yo'qotgandek edim. Men endi nima qilaman? Nima? Tez kunlarda haqiqiy Miyassar emasligim fosh bo'ladi albatta. Men bu hodisalar sodir bo'lmasdan ketishim kerak. Ammo bu telba qalbim ketishimni sira xohlamayapti. Miyassar xonam eshigi taqqaladi. Telba qalbimning sohibi yonimga keldi. Men esa unga haqiqatni aytishga jasoratim yetmay, yig'lagancha o'tiribman. Miyassar, shu yerdamisan? Nega telefonimga javob bermayapsan? Tezda telefonimni olib qaradim. 20 martadan ko'p qo'ng'iroq, hammasi Xoliddan. Buni ko'rib yana ham yig'lab yubordim. Miyassar, hozir eshikni buzib kiraman. Xolid, ozroq tobim yo'q. Bugun hech qayerga bora olmas ekanman, deya aytdim. Nima bo'ldi? Hozir yaxshimisan? Eshigingni och, seni ko'rmoqchiman. Nega qulflab olding? Xolid, aytdim-u, tobim yo'q. Hatto yurishga-da holim yo'q. Ozroq istamalabman. Xavotir olma, dori ichdim, deya uni tinchlantirdim. Ammo u baribir ketmadi. O'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha ketmayman. Telba qalbimning sohibi, nega meni qiynaysiz? Ko'z yoshlarimni artdim-da, borib eshikni ochdim. Yaxshimisan? Deya Xolid ichkariga kirdi. Ha, deya ko'zlariga qaramay bosh silkidim. Negadir mendan o'zingni olib qochgandek tuyulyapti menga. U yagimdan tutib, yuzimni o'ziga qaratdi. Nega yig'lading? Uyimdagilarni sog'indim deya qoldim. Issig'ing ham yo'q. U peshonamga qo'lini bosdi. Issig'im yo'q edi rostdan, lekin hozir uning qaynoq tafti butun tanamni qizdirdi. Aytdim-ku, dori ichdim dedim-da uni qo'lini peshonamdan oldim-u, borib o'tirdim. Yurishga-da holim yo'q. Miyassar, sen mendan nimanidir berkitayotgandek tuyulyapsan. Xolid ham yonimga kelib o'tirdi. Nuriya xonim o'g'li va Miyassarni birga ekanligini payqab, Miyassarning adashini onasiga qo'ng'iroq qildi.
Yaxshimisan, singiljon? Ha, yaxshi, opa, o'zingiz yaxshimi? Opa singil salom alik qilib, hol-ahvol so'rashgach, Nuriya xonim maqsadga o'tdi. To'y kunini belgilasak bo'lar endi. Opa, qizimni ko'nglini bilay-da. Tezroq hal qilaylik shu ishlarni. Opa, o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lib turgandim. Muyassar siznikiga bormagani uchun xijolatdaman. Ertagayoq boradi siznikiga. U ahmoq qiz shu paytgacha dugonasinikida yashab yurgan ekan. Undan nimanidir berkityapsan, shundaymi? Endi bor kuchimni to'plab aytmoqchi edim. Xona eshigi shaxt bilan ochilib, Nuriya xonim kirdi. Jahli chiqqan yuz ko'zdan ma'lum edi. Nima bo'ldi, oyi? Xolid ikkimiz birdan o'tirgan joyimizdan turgandik. Sen kimsan? Kimsan sen? Maqsading nima sen qizni? To'xta, o'zim aytaman. Bu uyga soxta muyassar bo'lib kirib olib, o'g'limni boshini aylantirish va quchog'iga kirib tegib olish. Shu mol mulklarga ega chiqish edi, shundaymi? Senga ko'rsatib qo'yaman boylik qanaqa bo'lishini. Yuzsiz, deya Nuriya xonim endi menga tashlanmoqchi edi. Xolid to'xtatib qoldi. Tamom, hammasi tamom. Bilardim yolg'onning oxiri yaxshilik bilan tugamasligini. Bilib turib ham katta tavakkal qilgandim. Mana endi bu yolg'onim orqali umrim davomida eshitmagan haqoratlarimni eshityapman. Tushuntirib gapiring, oyi, nimalar deyapsiz? Nega tinchlanay, nega? Baqir-chaqirning ovozidan Hamid, Xolidning dadasi, hatto telefonga mukkasidan ketgan Dilnura ham kelib hayron qarashdi. Nodir aka va Dilorom opalar hali ham chet elda edilar. Ana sharmandagarchilik. Xolidning dadasini, Hamidni, Xolidning oldida sharmanda bo'lyapman yolg'onim sabab. Bu qiz muyassar emas ekan. Bizni aldab muyassar bo'lib xonadonimizga kiribdi. Xolid onasining gaplarini eshitib, jiddiy qiyofada menga qaradi. Shu gaplar to'g'rimi? Haqiqatni tan olish vaqti keldi, muyassar. Ha, hammasi to'g'ri. Men siz kutgan muyassar emasman. Yolg'on gapirib xonadoningizga kirishga majbur bo'ldim. Hammasi uchun uzr so'rayman va yegan non tuzimni haqqini ham to'layman, qaytaraman. Yuzsiz, qanday hadding sig'di? Yana tashlanmoqchi bo'lganda, bu safar Nuriya xonimni Hamid to'xtatib qoldi. Xolid esa bu paytda menga qarab qolganda. Men ketaman, hoziroq. Yana bir bor uzr, deya narsalarimni yig'a boshladim. Ket, bo'lmasa o'zim haydab solaman. To'xta qizim, dedi Xolidning dadasi Ravshan amaki. Bu amaki bilan umuman suhbatlashmagan bo'lsam ham, yuz ko'zidan yaxshi insonligi bilinib turardi. Hech qayerga ketmaysan, dedi Ravshan amaki. Kech ham tushib, kechlik qiladigan payt bo'ldi. Ovqat qildim-u, hech nima yegim yo'q edi. Yesam ham oshqozonim bezovta qilayotgandi. Bilmayman bu og'riq qayerdan keldi. Muxlisa, kechir, dedi Imron sekingina. Darrov unga qaradim. Ilhomni bu darajagacha boradi deb o'ylamagan edim. Hammasini unutdim hisob. Siz aybdor emassiz. Kechirim so'rashingiz shart emas. Shart. Axir seni himoyalayman deganman. Ertagayoq darvozamiz oldiga qorovul yollayman. Sen bundan keyin xotirjam bo'laver. Jilmayib qo'ydim. Qanday yaxshi insona. Ammo oilasidagilar nega unaqa? Nega alohida yashaydi? Nega ovqat yemayapsan? Yegim yo'q. Yesam oshqozonim og'riyapti negadir. Qachondan beri? 3-4 kun bo'lib qoldi. Nega ertaroq aytmading? Ertagayoq shifokorga boramiz. Qara, ovqat yemaganingdan ozib ketibsan. Shu gaplaringni ichingda saqlab yurishing yomon-da. Nima qilay, shunaqaman. Imron bilan suhbatlashib, hatto kulishib ovqatlandik. Ovqatlanib bo'lgach, idishlarni yuvdim va xonamga bordim. Imron o'z xonasida, men o'zim uchun ajratilgan xonada edim. Ko'zimga hech uyqu kelmadi va bilmayman qachon uxlab qoldim. Baqirib uyg'onib ketdim. Ket, tegma. Muxlisa, xonaga Imron kirib keldi. Nima bo'ldi, yaxshimisan? deya yonimga o'tirdi. Hali ham ko'rgan tushim ta'sirida edim. Tushimda yuzi noma'lum kimsa ustimga bostirib kelayotgandi. Menimcha, bugungi kunning ta'siridan bu. Juda qo'rqib ketayotgandim.
Xuddiki hozir ham kelayotgandek atrofga qaradim. Men qo'rqib ketyapman. Bo'ldi, qo'rqma. Mana men yoningdaman. Imron yaqinroq kelib bag'riga bosdi. Endi yaxshimi? Imron quchgan payt qo'rquvim ham yo'qolardi. Ha, deya mahkam quchdim men ham. Qancha payt shunday o'tirdik bilmayman. Imron bag'ridan chiqarib ko'zlarimga tikildi. Ilk bor ko'zlarimizni yaqindan ko'rishimiz. Xohlasang men bilan yot yonimda. Yur, deya Imron qo'limdan tutib xonasiga olib bordi. So'zsiz u bilan bordim. Qo'rquv ta'siri hali ham bor. U yonimdan ketsa, yana takror haligi voqea bo'ladi deb o'ylab, Imrondan ajralgim yo'q edi. Imron ikkimiz birgalikda yotdik. U meni bag'riga bosdi. Men ham uni quchdim. Ertalab uyg'ondim-u, meni quchib yotgan Imronga qarab, yuzimga kulgu yoyildi. Nafasi yuzimga urilib turardi. Tuni bilan birga yotganimni o'ylab, uyalib ketdim. Yuzim qiziy boshladi. Imron uyg'onmasdan tezroq tura qolay deya qo'lini bir amallab belimdan olib turdim. "Qayerga?" dedi. Imron ko'zini yarim ochib. "Tong o'tib ketibdi, uxlab qolibmiz", dedim unga qaramasdan. Hali ham yuzim qizarib uyalayotgandim. "Qo'rquving ketdimi?" "Ha, rahmat sizga." "Rahmatning keragi yo'q." Imron qayta ko'zini yumdi. Yuz qo'limni yuvib nonushta tayyorladim. Birpas turib, Imron ham uyg'onib nonushtaga keldi. U o'tirishim bilan eshik qo'ng'irog'i chalindi. "Kim ekan ertalabdan?" "Hozir qarayman." "Yo'q, o'zim qarayman", deya Imron joyidan turib, borib eshikni ochdi. "Ertalabdan nega keldingiz?" Imronning qoshlari chimirildi. Endi eshikni yopmoqchi edi, onasi to'xtatib ichkariga kirdi. "Nega Ilhomni urding? O'z ukangni ham urasanmi, ahmoq?" Ilhom akasining xotiniga, ya'ni xotinimga ko'z olaytirdi. Nima qilishim kerak edi? Shukr qiling, o'ldirib qo'ymaganimga. Ozroq mehr oqibatliroq bo'lsang bo'lardi. Mehr haqida siz gapiryapsizmi? Imron siniqini jilmaydi. "Keting iltimos, ertalabdan asablarimni buzmasdan." "Sen qanday oqibatsiz o'g'il bo'lding-a? Hayf senga. Ukangga shunday qilsang, nima keragi bor bunday akalikni? Bo'ldi-da, sabr kosamni to'ldirmang. Xuddiki siz menga onalik qilib qo'ygandek gapiryapsiz. Yo'q, siz meni faqatgina tug'dingiz. Tug'maganingizda ham rozi edim. Bunday hayotda sharmandalarcha yashagandan ko'ra tug'ilmasam bo'lardi. Hatto dadam kimligini ham bilmayman. Yoshligimdan to hozirgacha bitta gapni eshitdim. Onangni u yeri bilan ko'rdim, onangni bu yeri bilan ko'rdim deyishdi. Do'stlarim davrasiga qo'shila olmay qoldim. Boshimni tik ko'tarib yura olmay qoldim. Hammasi sizni deb. Mana yaqinda 50 ga kirasiz. Lekin hamon eski odatlaringizdan voz kechmadingiz. Imron asabiylashib, yana onasiga qaradi. Menga bu gaplarni aytish oson deb o'ylaysizmi? O'z onamga bu gaplarni aytish men uchun ham og'ir. Ammo bu haqiqat. Men ham onamni uyimni to'riga o'tkazib duosini olib o'tirishni xohlayman. Afsus, men onamga faqat ko'ngil xushlik bo'lsa bo'lgani. Onasi indamadi. Imronga qarab turdi-yu, so'zsiz uydan chiqib ketdi. Imron asabiylashib, uydagi narsalarni tepib boshladi. Nega onasini xohlamasligini bilgach, ko'zimga yosh keldi. Deya alamini uydagi jihozlardan olib boshladi. Imron, bo'ldi, tinchilaning. Charchadim hammasidan. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi, deya uni to'xtatish uchun quchoqlab oldim. Faqat o'zingizni qiynaganingiz qoladi. Bo'ldi, bunaqa qilmang. Xolit menga bir so'z demadi. Uning biror nima deyishini kutdim. Ammo jim edi. Muyassar, nega meni aldading? Nega haqiqatni eng boshidan aytmading deya so'roqlab jahl qilsa ham rozi edim. Indamaganiga ichim yonardi. Ketmoqchi bo'lganimda Ravshan amaki ketkazmadi. Va yana bir kecha shu xonada tunab qolgandim. Narsalarimni yig'arkanman, Ravshan amakining gaplarini esladim. Qizim tengisan, yarim kechasi seni qiz bola boshing bilan ketkazib yubora olmayman.
chorasiz qolib yolg'on gapiribsan. Nima uchun? Men seni eshitaman dedilar. Men seni eshitaman dedilar. Ravshan amaki. Bir zum nima deyishni bilmadim. Hayotimni, o'sha akam majburlagan, kaltaklagan kunlarimni eslasam, ko'zimda yoshlarim mavjlanadi. Balki Imron yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo unda ko'nglim yo'q edi. Yana akam faqatgina turmushga chiqishimga majbur qilganda ham mayli edi. Akam meni Imronga sotayotgan edi. Eng alamlisi ham shu. O'z akang, jon jigaring seni pullasa, albatta alam qiladi. Ravshan amakiga boricha hammasini aytib berdim. To'y kuni qochdim. Bir ilojini qilib. Lekin aeroportda pasport pullarim hammasini o'g'irlatib qo'ydim. Keyin o'g'illaringizga duch keldim. Haqiqiy Muyassar bu yerga kelishini xohlamadi. Va men katta tavakkal bilan bu yerga keldim. Boshqa ilojim yo'q edi. Yolg'on gapirdim, to'g'ri. Bu chorasizlikdan. Meni boshqa yomon niyatim yo'q. Boyliklaringizga ham ega chiqmoqchi emasman. Qizim, men senga ishondim. Nega demaysanmi? Negaki ko'zlar aldamaydi. Ko'zlaringda samimiylikni ko'ryapman. Lekin senga maslahatim boshqa yolg'on gapirmagin. Faqat to'g'ri yo'ldan yurgin. Rahmat ishonganingiz uchun. Bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Men endi bu yerda yasha olmayman. Ketaman. Yarim tun bo'ldi ketmaysan. Lekin Nuriya bilan o'zim gaplashaman. Xotirjam bo'laver. Faqat bugun emas. O'zingga boshpana topguninggacha shu yerda yashashing mumkin. Rahmat dedim takror. Ravshan amakining kechagi samimiy gaplarini eslab yig'lab ham oldim. Rahmatli dadam yodimga tushdi. Xuddi Ravshan amakidek inson edilar. Ko'z yoshlarimni artib, o'zimda kuch topib tashqariga chiqdim. Muyassar qizim, qayerga? Dedilar meni ko'rib Ravshan amaki. Aytdim-ku ketaman deya. Yashab turgani joy topdingmi? Yo'q, topmadim hali, lekin bugun topaman. Senga aytganimdek, yashash joy topmaguningcha qolishing mumkin. Bor narsalaringni xonangga qo'y. Meni ozgina hurmat qilsang ketma. Nima qilishimni bilmadim. Ravshan amakini hurmat qilaman. Bu yerda qolsam azoblanaman holatni ko'rsam. Bora qol, narsalaringni qo'yganda nonushtaga tush kutaman. Ilojsiz xonaga qaytib, narsalarimni qo'ydim-u, yana qaytib tashqariga chiqdim. Muyassar qarshimdan Hamid chiqdi. Uning ham oldida xijolatdaman. Gapingiz bormidi? Ha, bor. Siz rostdan haqiqiy Muyassar emasmisiz? Lekin men shunday bo'lishini xohlardim. Men sizni kelinoyim sifatida tasavvur qilib ham bo'lgandim. Hamid buni iloji yo'q. Xo'rsinib qo'ydim. Muyassarim keldi. Hamid ikkimiz birdan Nuriya xonim gapirgan tomonga qaradik. Xolit yonida men o'sha kuni ko'rgan qiz Muyassar bilan kelganda. Men unga qararkanman, u ham menga qaradi. Ko'zlari qizargan, xuddi meni ko'zlarimdek. Men kabi tuni bilan uxlamagandek tuyuldi menga. Xolit menga qarab turdi-da, yonidagi Muyassarga kulib qaradi. Shu on yana ichim yona boshladi. Uni boshqa biriga kulib qarashini hazm qila olmayman. Xush kelibsan, qizim. Ravshan amaki ham adashimni kutib oldi. Nega avvalroq kelmading? Agar vaqtida kelganingda qandaydir boylik ovchilari seni o'rningga kelib olmasdi, dedi Nuriya xonim. Xolajon, endi shunday bo'lib qoldi-da, mana keldim. Endi ketmayman. Imronni tinchlantirish uchun mahkam quchdim. Hammasidan charchadim. Unaqa demang, hammasi yaxshi bo'ladi. Nega onangizni xohlamaysiz deganding? Mana negaligini ko'rding. Aytdim-ku, hammasi yaxshi bo'ladi deya. Meni bu hayotda hech bir yaqinim yo'qligini ham ko'rding. Bor bo'lsa ham ular menga onalik qilmadi. Ukam bo'la turib ukadek bo'la olmadi. Nega yaqinim yo'q deysiz? Men-chi? Men borman-ku. Beixtiyor shu so'zlarni aytdim chin dildan. Imron gaplarimni eshitib o'ziga qaratdi. Ko'zlarimga mehr bilan qaradi. Sen ham ketasan-ku baribir. Ketmasam-chi? Qolishni xohlasam-chi?
Rostdan xohlaysanmi? Ha dedim u, gapimdan yuzim qiziy boshladi. Xuddiki Imron unga ko'ngil qo'yganimni sezib qolgandek uyalib ketdim. Unda meni hech qachon tashlab ketma. Doim yonimda bo'lishingni xohlayman. Alloh bergan jajji mittivoyim. Endi seni nima qilaman? Dilnoza ko'zda yosh ila qorniga qo'lini qo'ydi. Deyarli 4 oylik bo'lib qolgan mittivoyini tug'ish yoki tug'masligini uzoq o'yladi. Eri Fozil hech to'g'ri yo'lga kirmayapti. 3 ta bolani bir o'zi ayol bosh bilan boqishni o'yladi va bir qarorga kelib bo'lgandi. Farzandini dunyoga keltirishini va eriga ham insof kirib qolar deya o'yladi. Bu haqida Fozilga ham aytmoqchi bo'lib, ko'z yoshlarini artib bolalar xonasidan chiqdi. Bu kech ham bolalari bilan yotgandi. Er uyga qay mahal kelganini ham bilmaydi. Xonadan chiqdi-yu, ko'rgan manzarasidan qotib qoldi. Fozil va bitta sariq sochli rus ayol mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonadan chiqib kelishyapti. Fozil joyida qotib qolgan Dilnozani ko'rdi-yu, ayolga tashqarida kutib turishini aytdi. Ayol Dilnozaga bir qarab qo'ydi-yu chiqib ketdi. "Dilnoz, turdingmi?" deya Fozil ayolini yoniga hech nima bo'lmagandek keldi. "Qanday jirkanch insonsiz-a?" Dilnozani ko'zi bir zumda yoshlandi. "Avval ham bunaqa xiyonatlaringizni sezib bilib indamadim. Farzandlarim uchun hammasiga chidadim. Ammo bu oshib tushdi." "O'chir ovozingni. Men sening eringman. Umuman ovozingni balandlatma." "Balandlatsam nima bo'ladi? Urasizmi? Uring, hammasidan to'yib ketdim." "Senga jim dedim", deya Fozil Dilnozani urish uchun qo'l ko'tardi-yu, birdan to'xtadi. Dilnozani bilinar bilinmas bo'lib qolgan qorniga ko'zi tushdi-yu indamadi. "Uring, o'ldiring, charchadim hammasidan." "Dilnoz jonim, bo'ldi, tinchlan. Bu ayol shunchaki hamkor. Sen o'ylagan narsalar emas", deya Dilnozani bag'riga bosib tinchlantirmoqchi bo'ldi. "Keting o'sha homiyingiz bilan. Menga umuman yaqinlashmang", deya Dilnoza erini itardi o'zidan. "Men sizga yangilik aytmoqchi edim. Hammasini barbod qildingiz. Siz hech ham o'zgarmas ekansiz." "Bo'ldi. Bilsang bu ayol orqali qancha foyda olishimni tasavvur ham qila olmaysan. Shuning uchun yomon xayollarga borma. Tinchlan. Kechqurun kelsam, o'sha yangilikni ham bayram qilib nishonlaymiz, xo'p? Hozir men ketishim kerak. Yaxshi o'tiringlar", deya Fozil Dilnozani qo'yib yuborib chiqib ketdi. Dilnoza ko'zda yosh ila holsizlanib yerga o'tirdi. Ravshan amakimning hurmatlari uchun shu dasturxon atrofida o'tirishga majburman. Xolit va adashim Muyassar yonma-yon o'tirib olgandi. Ularga qaramay deyman-u, qarab qo'yayotgandim. Xolit adashim bilan o'zaro suhbatlashib nonushta qilardi. Ortiq chidolmadim. Ravshan amaki xafa bo'lsa ham dasturxon boshidan turib ketdim va xonamga kirib tez kiyimlarimni alishtirdim. 10 daqiqalar o'tib ishga ketish uchun uydan chiqdim. Yana Xolit va adashim birgalikda qayergadir ketayotgandi. "Ba'zi birovlarga o'xshab yolg'on gapirmasang, hayoting ham yaxshi bo'ladi, Muyassar", dedi Xolit yonlaridan o'tib ketayotganimda. Indamadim. Pastki labimni tishlagancha ularga qaramay o'tib ketdim yo'llaridan.